Amerikada sayr qilib yurgan bu ayol bar yaqinidagi begona, yirik qora tanli va shubhali yigitga ko'zi tushdi. Bu ayolga shu belgilarning o'zi yetarli bo'lib, u yigitni haydab va politsiya chaqirib, uni o'z davlatiga jo'natib yuborish bilan qo'rqitdi. Bu yigit esa oddiygina do'stlarini ko'rishga kelganini va hech qayoqqa ketmasligini aytdi. Shunda ayol shu zahoti rostdan ham immigratsiya xodimlariga telefon qilib, yigit bu yerlik emasligini va bu yerda unga joy yo'qligini aytib, shikoyat qilishni boshladi. I don't know, he's like big and brown. Lekin bu videodan eng hayratlanarlisi, bu yigit Amerikada amerikaliklardan ham oldinroq yashagan hindu qabilalaridan ekan va u qonun bo'yicha Amerikani xohlagan joyida yurishi mumkin. Bu vaqt oralig'ida esa u baland ovozda kulishdan to'xtamadi. I don't think he belongs here. Operator ayolga rad javobini bergandan keyin ayol Google'da ishlashini aytib, yana o'zini kulguga solishda davom etdi. Dude, I work for Google.